Hammada shunaqa bo'lsa kerak, to'y boshlanayotganda ortiqcha rasxodlarsiz ixchamgina to'y qilamiz deb boshlanadi. Lekin u kerak, bu kerak, uni olish kerak, buni olish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak bilan to'y o'tadi. Bugun sinf va opajon bilan Moliyalarda xizmatdamiz. Judayam yangi narsalarni yaxshi ko'raman. Uyni bezatganimizdan keyin o'zim o'sha joyda yashagim kelib ketdi, chunki oppoq narsalarni, yangi narsalarni menimcha hamma yaxshi ko'rsa kerak. Menda har doim shunaqa, bir kun oldin video olaman deyman, planlar qilib qo'yaman, lekin naqd o'tga borib, Moliyalarda boshlaganimizdan keyin ishchi deyarli yarmiga yetib kelgandan keyin meni video olishim kerakligi esimga tushdi. Shu bilan shtativni qo'ydim, ishlarni boshladik, zallarni bezatdik, idish tovoqlarni qo'ydik, spalniyalarni bezatdik, biram maza qildik. Ishlarni bo'lish uchun don-don-zikili o'ynadik. To'g'ri, ikkalamiz ham bemalol qilib ketaveramiz u ishni, talashmasdan, lekin shunchaki o'yinlar bilan ancha qiziqroq. Qisqasi maza qilib ishlarimizni tugatib oldik. Qani o'zingizlar bitta baho beringlar, sizlarga yoqdimi uyimiz?